Salom, bu Registon o'quv markazining Samarqandda joylashgan Dagvitskiy filiali. Bugun 1-oktyabr o'qituvchilar va murabbiylar kuni. Shu munosabat bilan Registonda bir kun nomli vlog dasturimizning 2-sonini olishga qaror qildik. O'quv markazimizda hamma ahil va inoq. Keling, buni vlogimizda ko'ramiz. Bu Jamshid aka. Markazimizda moliyachi bo'lib ishlaydi. Joyda sho'x, joyda jiddiy odam. Ha aytgancha, Jamshid aka yaqinda uylanyapti. Bu esa Nilufar Bono ustoz. Markazimizdagi eng faol ingliz tili ustozlaridan. Bugun o'quvchilar ozgina kechikkaniga jahli chiqqan menimcha. Assalomu alaykum ustoz. Bugungi kun qanaqa o'tyapti? Bugungi kun ko'tarinki kayfiyatda boshlandi. Surprizlar bilan bo'ldi. Asab qilib o'tirgan edim. Nima uchun o'quvchilarim kelmayapti deb, lekin degan joyida surpriz qilib qolishdi. Kattakon rahmat aytaman o'quvchilarimga ham va bizni kuzatayotgan o'quvchilar va o'qituvchilarni ham, demak, mana shunday martabalarga erishishni tilab qolaman va o'qituvchilarni bayram bilan tabriklab qolamiz. Ayni shu daqiqalarda ustozimizning boshqa guruhlardan ham ajoyib sovg'a kelib qoldi. Keling, birgalikda ko'ramiz. Ustoz, tabriklar doimiy bo'lyapti. Endi nima deysiz? Xo'p, hammaga kattakon rahmat aytaman. O'zi emotsional odamman. O'zimni o'ylab qaraganda, hammalaringizga rahmat kattakon, e'tibor uchun, hurmat uchun. Sizlarni shuncha urushib, lekin shunda ham mehr qozona olgan bo'lsam, xursandman. Kim oralaringizda o'qituvchi bo'lishni niyat qilgan bo'lsa, sizlarga nasib qilsin shunday ulug' martabalarga erishish, sizlar ham shogirdinglar ardog'ida yurish nasib qilsin ilohim. Kim agar o'qituvchilikdan ketmayman desa ham, ilohim sizlar ham ustoz bo'ling. Ustoz deganda har qanday yo'nalishda sizning shogirdingiz bo'lishi mumkin. Shunday shogirdlar ardog'ida yurish nasib qilsin. Alisher A'zamov markazimizda o'limgacha o'qish kerak va boshqa gaplari bilan juda mashhur. Bugun ularning ham o'quvchilari ustozlar uchun maxsus sovg'a tayyorlashgan. E'tibor uchun rahmat. Sizlar endi o'sizlar inshaalloh natijalarni bo'ladi. Namoybek navodan yaxshi Shahrizodaman. To'g'ri inshaalloh hammasi yaxshi bitadi. E'tibor uchun oz dars o'tamiz. Hali so'zlar bosqiga ham o'tib. O'limgacha o'qiydi. Ana, o'limgacha. Assalomu alaykum. Bugun 1-oktyabr o'qituvchilar va murabbiylar kuni bilan Registon o'quv markazidagi barcha o'qituvchilarni chin qalbimdan tabriklayman. Men Usmonova Sabina, Alisher A'zamov ustozimizning IELTS guruhidagi o'quvchisi bo'laman. Shu bilan birgalikda ustozimizni ham bugungi bayram bilan chin qalbimdan tabriklab o'tmoqchiman. Ustozimizga uzoq umr tilab, samimiy tilaklarimni bildirib o'tmoqchiman. Ustoz, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Barcha yaqinlaringiz, ota-onangiz shu bilan birgalikda bizdek o'quvchilaringizni baxtiga doimo sog'-salomat bo'lib yurishingizni tilakdoshiman. Bu esa bizning biologiya ustozimiz Marjona ustoz. Har safar bizni qachon endi Instagramga kontent olamiz deb qo'ymaydi. Mana bugun ularni vlog dasturimizga chiqardik.
Ustoz, tuxum birinchi paydo bo'lganmi yoki jo'jami? Xo'p, o'zi shu paytgacha bu never ending question deyiladi, ya'ni oxiri yo'q savol deb o'ylanardi, lekin yaqinda olimlar topishicha ruhlarimiz mana shu narsani diskas qildik. Jo'ja birinchi paydo bo'lgan ekan va o'shandagi moddalardan ana undan keyin tuxum paydo bo'lgan ekan. Boshqacha savol bermaylar. Jo'ja qayerdan paydo bo'lgan demaylar, Alloh yaratgan deb o'ylaymiz. Bo'ldi. Rahmat ustoz. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Ustoz, sizga savol. O'quv markazimizdagi eng sho'x odam kim? Menimcha eng sho'x odam matematika ustoz Bobur ustoz bo'lsalar kerak. Har doim qiziqarli gaplar bilan o'quvchilarni ham, ustozlarni ham kuldiradilar. Ustoz, o'quv markazimizdagi eng jiddiy odam kim siz uchun? Eng jiddiy odam kimyo ustozimiz Muraziz ustoz. Bilmadim, unchalik gaplashib ko'rmaganman, ilk ko'rinishlaridan jiddiyga o'xshaydi. Ustoz, nima uchun aynan Registon o'quv markazini tanlagansiz? Registon o'quv markazi hamma uchun rivojlanish, o'qish, izlanish va o'sish joyi. Men ham o'z ustimda ishlash va rivojlanish uchun Registonni tanlaganman. Xo'p, ustoz, o'quv markazimizda o'zi yaxshi o'qiydiganlar bor, o'qishni ozgina tashlab qo'yganlar bor. O'qishni ozgina tashlaganlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Hayotda o'zi nima uchun yashayotganliklarini o'ylab olishlariga, ya'ni hayotimizdagi har bitta o'sha vaziyatlarni qaytarib bo'lmaydi. Misol uchun hozir o'qiyotgan bo'lishlari mumkin, lekin uni qaytarib bo'lmaydi. Endi bu o'quvchilarga buni anglatish menimcha ustozlarning vazifasi. Ya'ni hayotda vaqtni qadriga yetishni o'rganishlari kerak. Xo'p, ustoz, siz nima deb o'ylaysiz? Menimcha ozgina tashlab qo'ygan paytlarida nima uchun boshlaganlarini yana bir bor o'ylab ko'rishlari kerak. Niyatlarini yangilab va yana davom etish kerak. Agar tashlab qo'ymoqchi bo'lsa, nima uchun boshlagandi? Shuni o'ylab ko'rib, yana yo'lda davom etish kerak. Rahmat ustozlar, charchamaysizlar. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Rahmat. Ustoz, biz sizni yana bezovta qilyapmiz. Registonda bir kun nomli vlog dasturimizning 2-soni. Xo'p, ustoz, bir ikkita savollarimiz bor. Ustoz, umuman olganda o'quv markazimizdagi eng sho'x odam kim deb o'ylaysiz? Eng sho'x odam hop, menimcha o'zimiz ham kerak. O'zingiz desangiz kerak. Chunki ko'p hazil qilaman qolganiga o'shanga. Ustoz, o'zi sizni ko'pchilik Sefer ustoz, ya'ni multi-level ustoz deb bilishadi. Multi-levelda nimaga eng ko'p e'tibor berish kerak? Multi-levelda menimcha umumiy ingliz tilini yaxshilasa multi-levelda olish umuman qiyin emas. Agar o'quvchilar zo'r B1 bilan kelsa, men 1,5-2 oyda Sefer olib bera olaman. O'quvchilarda general English yaxshi emas. Ya'ni o'shanga e'tibor qaratishga. Ular ko'pchilik faqat testga e'tibor berib qolgan. O'sha eng katta kamchiliklar. O'zi ustoz, multi-level osonmi, IELTS osonmi? Hop, agar umumiy o'sha general English yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi ham oson. Nimaga desa, ikkalasi umumiy ingliz tilini tekshiruvchi ikki xil test sistemasi. O'shaning uchun bittasini oson yoki qiyin deb ajratmagan bo'lardi. Bu bilimga bog'liq. Tushunarli ustoz. Rahmat kattakon. Charchamang. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshi, rahmat, siz yaxshimi? Rahmat ustoz. Sizga savollarimiz bor bir ikkita. Ustoz, uzoq masofadan qatnaysiz. Qiyin bo'lmayaptimi? Yo'q, yaxshi, hammasi. Yaxshi. Ustoz, maktabdagi birinchi muhabbatingizni eslaysizmi? Aziz dünya, bevafo dünya, bir güzelni görmedin ama men dunyoga erta keldim ya. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Ustoz, siz uchun bir ikkita savollarimiz bor. Xo'p, ustoz, kimyo fanidan dars berasiz. Agar o'quvchi 0 darajadan kelsa, necha oyda sertifikat oladigan darajaga chiqadi? Endi kimyo sal qiyinroq fan bo'lganligi uchun eng tezlashtirilgan vaziyatda ham shu 8 oy vaqt ketadi. Ustoz, o'zi o'quv markazimizda o'quvchilar necha oyda ona tilidan sertifikat oladi? O'quvchilar milliy sertifikat ona tilidan yaxshi o'qisalar 3 oy 4 oyga sertifikat ola oladi. Assalomu alaykum, Diyorbek aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qandaysiz o'zingizlar? Rahmat, yaxshi. Rahmat. Diyorbek aka, tadbir qanaqa bo'lyapti? Ajoyibdan-da ajoyib, ayniqsa
Hazrat bilan bir nima desam, dasturxonda o'tirganmiz, juda ham xursandmiz. Hali 8 oydan o'tirish hammaga emas. Shunday. Xo'p, Diyorbek aka, siz uchun bir ikkita savollarimiz bor. Xo'p, o'zi ota-onalar qancha muddatda o'z farzandlarini o'sha qanaqa o'qiyotganligini so'rab turadi? Yoki o'zlaringiz yetkazib turasizlar? Xo'p, odatda biz ota-onalarga 2 haftada bir o'quvchilar, ya'ni farzandlar haqida to'liq bir baholari, kunlik baholari, davomatlari va o'qishlari haqida ma'lumot berib turamiz. Bu ham как положено o'qituvchilardan ma'lumot olgan holda. Xo'p, Diyorbek aka, agar siz bu kasbning egasi bo'lmaganingizda qaysi kasb egasi bo'lardingiz? Oshpaz bo'lgan bo'lardim. Oshpaz bo'lgan bo'lardingiz. Chef povar. O'quv markazimizdagi eng sho'x odam kim? Mana ustozimda. Ustozim Bayez. Rahmat Diyorbek aka. Assalomu alaykum. Azizbek aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, zo'r rahmat. Azizbek aka, Registonda bir kun nomli vlog dasturi uchun bir ikkita savollarimiz bor. Men navbatim keldi-da, deydi. Ha, siz navbatingiz ham keldi. Birinchi savol, ko'pchilik o'quvchilar motivatsiyasi tushib qoladi, umuman o'qigisi kelmay qoladi. Ularga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Xo'p, motivatsiyasi tushib qoladi, o'qigisi kelmaydi. Birinchi navbatda motivatsiya uzoq borsa bir haftaga yoki 2 haftaga boradigan narsa. Birinchi navbatda odam hayotda intizomli bo'lishi kerak. Bruce Lee'ning bitta yaxshi gapi bor. Men deydi, mingta trukni biladigan odamdan qo'rqmayman deydi. Men bitta trukni 1000 marta qilgan odamdan qo'rqaman deydi. Ya'ni bu qaysi ma'noda intizomli odamdan qo'rqaman degan ma'noda tushunsa bo'ladi odam bu narsani o'ziga xulosa qilib. Shu narsani inobatga olgan holatda o'quvchilarimiz ham intizomli bo'lishsa, kundalik kun tartiblarini oldindan tuzgan holatda o'shanga amal qilib harakat qilishsa, dars olishlari ham, o'rganishlari, ilm olishlari, xullas hammasi inshaalloh mukammal bo'ladi. Xo'p, Azizbek aka, yaqinda o'qituvchilarimiz uchun qanaqa zo'r yangilik bo'ldi? Xo'p, yaqinda o'qituvchilarimiz uchun qanaqa zo'r yangilik bo'ldi? Birinchi navbatda hozirda o'zida ham o'qituvchilarimiz uchun zo'r davrada o'tiribmiz. Mana 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kunini nishonlayapmiz. Shuni o'zi ham menimcha yaxshigina katta yangilik bo'lib turibdi. Zo'r. Azizbek aka, charchamang. Rahmat. Rahmat, sizlar ham charchamanglar. Salom bo'linglar. Rahmat. Xo'p, assalomu alaykum ustozlarim. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Va alaykum assalom. Rahmat. Va alaykum assalom. Qalaysiz, Fayzullo? Rahmat aka. Videoga olyapti. Bir ikkita savollarimiz bor vlog uchun. Agar siz bu kasb egasi bo'lmaganingizda qaysi kasbni egallagan bo'lardingiz? Tadbirkor bo'lardim. Qaysi biznes bilan shug'ullangan bo'lardingiz? Kiyim-kechak. Oldin shu sohani ish qilib ko'rganman va shu sohaga qaytgan bo'lardim. Aka sizchi? Men prokuror bo'lmoqchi edim. Lekin fikrimdan qaytganman. Endi ustozim bilan qo'shilib kiyim sotmoqchi edim, tadbirkorlik. Ma'lumot uchun boya videoga olayotgandik, hamiyati o'chib qoldi. Aka aytgandi, men tadbirkor bo'laman degandi. Endi prokuror bo'laman, keyin biznesmen bo'laman dedi. Yana bir to'lib qolsa prezident bo'laman dedi. Keyingi savol, agar sizni o'zingizni qanaqa super qahramonga o'xshatgan bo'lardingiz? O'zimni qanaqa super qahramon? Bilmadim. Nima bo'lsa ham shu moliyaga daxli bo'lardi-ya? Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Aka sizchi? Xo'p, super qahramonmi? Shu jonki qora qilib qo'yib yuborsangiz zo'r alo bo'ladi. Men ota bo'lgan bo'lardim. Hali ham otaman. Otalarning o'zi hammasi ham super qahramon. Rahmat akalar, charchamaysiz. Tashqariga, ichkariga. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimi? Rahmat ustoz. Kuzatuvchilarga o'zingizni tanishtirsangiz. Ismim Sevara Usmonova, Dagbitskiy filialida kimyo o'qituvchisiman. Ustoz, o'yin qanaqa bo'ldi? Hozirgina tark etdingiz? Zo'r bo'ldi. Boshida yaxshi o'ynab kelayotgandim, keyin teskarisi bo'lgani uchun chiqib ketdim. O'zim tan oldim. Ha, ustozimiz o'zi tan olib, o'yindan chiqib ketdi. Bo'lmasa hech kim bilmaydi. Ustoz, o'zi bitta fandan sertifikat olish uchun qancha muddat yetadi deb o'ylaysiz? O'zimni fanimdan kelib chiqqan holatda kamida 8 oy, ya'ni sertifikat deganda faqat yuqori daraja emas, C+ yoki B darajani 8 oyda bo'lsalar, agar yana eng yuqori darajani, ya'ni A darajani olmoqchi bo'lsalar, 1 yil vaqt ketadi. Ustoz, keyingi savol.
Agar siz ushbu kasb egasi bo'lmaganingizda qaysi kasbni egallagan bo'lardingiz? O'zim endi yo'nalishim pedagog emas. O'zim o'sha meditsina universitetida tahsil olaman. Medik bo'lardim. Zo'r ustoz, rahmat kattakon, charchamang. Assalomu alaykum, og'am yaxshimisiz? Og'am qanday bo'lyapti? Vashche zo'r. Yomg'ir. Ma'lumot uchun og'am mobilograf. Bugun videolarni olyapti og'am. Xo'p, og'a o'zi qiyin emasmi? Chotki. Hammasi zo'r. Og'a, agar siz mobilograf bo'lmaganingizda qaysi kasbni egallagan bo'lardingiz? Men mobilograf bo'lmaganimda moliyachi bo'lgan bo'lardim. Muhammad akaga o'xshab. Muhammad akaga o'xshab. Zo'r og'am. Charchamang og'am. Omad. Rahmat. Davom etamiz. Tezlashtiramiz. Ichkariga. Tashqariga. Ichkariga. Tashqariga. Tashqariga. Hozirgina o'yindan chiqib ketdingiz. O'yin qanaqa bo'ldi o'zi? O'yin zo'r bo'ldi, qovun tushirganim yomon bo'ldi. Shu bosib qo'ydim, bilmasdan. Lekin zo'r, hammasi yaxshi. Endi har doim kadr ortda bo'lardik, bugun mana kadr oldidamiz. Rahmat. Tashqariga. Ichkariga. Assalomu alaykum, teacherlar, yaxshimisizlar? Rahmat, yaxshi, o'zi yaxshimi? Fazlo charchamayapsizmi? Rahmat, teacher, siz qandaysiz? Zo'r, hammasi zo'r. O'zi yaxshimi? Rahmat. Teacher, o'zi 8,5 olish uchun aslida nima ish qilish kerak? Yana so'rayapti. Yana bir xil savol. Chunki hali ham ko'pchilik qanday qilib 8,5 olish mumkinligini anglab yeta olgani yo'q. 8,5 olish uchun 8,5 olish uchun General English kuchli bo'lish kerak. Nima desa bo'ladi? Iloji boricha grammatika va o'rgangan lug'atlaringizni takrorlab yurib, og'ziga gap tuzib, shunaqa qilgan holatda speakingni kuchaytirsangiz agar, ya'ni bilgan bilimlaringizni, lug'atlaringizni, bilgan grammatikangizni nima desa, speakingda ishlata oladigan bo'lsangiz agar, IELTSda qiynalmaysiz va IELTSda kelganda ham umuman olganda language'ni nima desa bo'ladi, lug'at, grammatikalarni o'sha IELTSga moslab rivojlantirish kerak, ko'proq shug'ullanish kerak, ko'proq so'zlar yodlash kerak. Shu hamma biladigan narsa. Xo'p, teacher, navbatdagi savol, o'quvchilaringiz uchun bergan eng katta qulaylik nima? Eng katta qulaylikmi? Meni sinfimda o'qish edi. Tak, eng katta qulaylik. Meni sinfimda o'qigan bolalar har bir bajarilgan uy vazifasi uchun feedback oladi. Xoh beginnerda, xoh IELTSda o'qisa. Mana shu narsa deb o'ylayman va mana shu narsa nima desa bo'ladi? Mana shu narsa boshqa ustozlardan meni ajratib turadigan jihat deb o'ylayman. Ko'shku bednur saroy. Qo'shiq aytish qayerdan o'rgangansiz? Qo'shiq aytishdimi? Siqilib o'rganganman. Tasavvur qiling, og'a, siz Xalqlar do'stligi san'at saroyida konsert beryapsiz. Sizni konsertingizda nechta odam qatnashgan bo'lardi hozirgi qo'shiqingiz bilan? Xalqlar do'stligiga kichkinalik qilagida-yu. Nechta odam taxminan? Xalqlar do'stligiga qancha keladi taxminan? 4000, 5000 ta kelsa kerak. Barselona qismim bo'ladi. Demak, ko'p odam keladi-ya. Bu yoqda Muhammad aka aytayapti, ko'pga bormaydi deyapti. Bu bolani yaqinda to'yi. Ma'lumot uchun, bu bolani yaqinda to'yi. Tabriklab qo'yaverasizlar kommentariyada. Zo'r tabriklarni o'qiydi-ya. Shunday. Rahmat, bitta savollarimiz bor. Agar siz bu kasbni egallamaganingizda qaysi kasb egasi bo'lardingiz? Aniq-ku, men qo'shiqchi bo'lardim. Qo'shiqchi bo'lardingiz. Ma'lumot uchun necha yil? O'zi qo'shiqchi bo'lmaganim uchun o'qituvchi bo'lganman-da. Xo'p. Teacher, o'zingizni qanaqa super qahramonga o'xshatasiz? Super qahramonga bilmadim, sehrgarga o'xshatsam kerak deb bilmasam. Xo'p, teacher, oxirgi savolim. Faoliyatingizda qanaqa voqealar yuz bersa mazza qilaverasiz? O'quvchilarim natija olsa, keyin natija olgandan keyin o'sha yozadi-ku, o'zlari, ota-onalari, o'shanda eng mazza qilayotgan shu bo'ladi. Qanaqa bo'lyapti? Zo'r, chotki, hammasi yaxshi, shukuhda, yuqori, hammaga sovg'alar berilyapti. Zo'r, o'qituvchilarni qadrlash shunchalik bo'lsa kerak. Og'a, agar siz bu kasbni egallamaganingizda qaysi kasb egasi bo'lardingiz? Men soham huquqshunoslik.
yurist bo'lgan bo'larmidingiz, prokuror bo'lgan bo'larmidingiz? Ha, o'zi sudda ishlaganman. Ba'zi sabablarga ko'ra keyin soham almashtirishga majbur bo'lganman va keyin Registon o'quv markazini topib, bu yerga o'zim xohishim bilan qiziqib kirganman. Shunaqa huquqshunos bo'lardim agar bu sohani tanlamaganimda. Registon o'quv markazini boshqa o'quvchilarga ham tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Albatta. Xo'p, Registon o'quv markazini barchaga tavsiya qilardim, chunki o'zini sohasini topmoqchi bo'lganlarga, yana o'quvchilarga va hammaga tavsiya qilardim. Rahmat og'am, charchamang. Rayhona, o'quv markazida siz qanaqa vazifani bajarasiz? Servis menejeriman, ota-onalar va o'quvchilar bilan ishlayman. Muammolar bo'yicha boshqa narsalar. Rayhona, faoliyatingiz davomida eng qiziqarli voqea qanaqa bo'lgan? Eng qiziqarli va eng o'zimga yoqadigan narsa ota-onalarni farzandlari haqida, ya'ni o'qishlar haqida ota-onalarga berganimda, ma'lumot berganimda, o'qishlar haqida berganimda, muammolarni hal qilib berganimda ularni menga aytayotgan rahmatlarida. Rahmat. Xo'p, Rayhona, oxirgi savol. Agar siz bu kasbni egallamaganingizda qaysi kasbni egallagan bo'lardingiz? Menimcha hali kasb egallamagan bo'lardim. Hali bilmaysiz. Hali egallamagan bo'lardim yoki o'qituvchilik. Tushunarli. Rahmat, Rayhona, charchamang. Menga bergan va'dalari ko'zlab kelar, ko'rdim tuyalari